Afsuski, buldak ramyoni rak kasaliga olib keladi. Qanaqasiga buldak rak keltirib chiqaradi? Bunga ilmiy isbot bormi? Doktor nima deydi? Hech qanaqasiga ramyon to'g'ridan-to'g'ri rak kasaliga sabab bo'lmaydi. Birinchidan, kunlik tuz normasini 60-80% bitta ramyonda bo'ladi. Shu sababli juda ko'p yeb bo'lmaydi. Ikkinchidan, juda issiq holatda yesangizgina qizil o'ngachga zarari bor. Oddiy ko'k choyni har kuni qaynoq holatda ichish ham ichki a'zolarni zararlaydi. Doktor bilan gaplashdim, u aytdi, har qanaqa ovqatni issiq holda ko'p yeyish kasal chaqiradi, faqat ramyon emas. Ilmiy tarafdan rakka sabab ichish, chekish va genetika. Masalan, bo'yningizni har kuni qashlasangiz, u yerda yallig'lanish hosil bo'ladi. Oshqozon ham shunaqa ishlaydi. Bu degani buldak kasallikka to'g'ridan-to'g'ri sabab bo'lmaydi. Qo'rqmasdan iste'mol qilsangiz bo'ladi. Ramyonni o'ylab topgan odam Momofuku Ando, u 96 yil yashagan. Har kuni deyarli ramyon iste'mol qilgan va buni kelajak ovqati deb atagan. Agar videoda kimdir nimadir dedimi, uni tekshiring. Men buni har birini tarkibini o'rganib chiqib video qildim va buni tarkibida halol qilmaydigan hech qanaqa mahsulot yo'q. Sertifikati ham bor. Obuna bo'ling va sizni xursand qiladigan ovqatlarni me'yorida iste'mol qiling. Asalni ozi shirin.